Bizdan ko'pchilik so'rashadi, akvarium suvini dengizdan olib kelasizlarmi deb. Hazillashtirib, ha, rostakasini dengizdan olib kelamiz deymiz-ku. Lekin aslida dengiz suvini o'zimizda shu yerda tayyorlaymiz. Buni tayyorlash uchun esa original premium Retsisol degan dengiz suvini ishlatamiz. Retsisol tuzining afzalliklarini aytadigan bo'lsam, tabiiy tarkib, haqiqiy dengiz suvidan tayyorlanganligi uchun parametrlari barqaror. Barcha turdagi korallar uchun mos, SPS, LPS va soft korallar uchun ideal muvozanat. Tez va toza eriydi, chang qoldirmaydi, suvni bulg'amaydi. Suvni 35 ppt da tayyorlaganingizda parametrlari barqaror bo'lib, ichida kalsiy 420 ppm, magniy 1300 ppm va pH darajasi 8 ni tashkil qiladi. Eng asosiysi nitrat va fosfatlarsiz, akvarium hayvonlari uchun xavfsiz. Bu tuz 22 kilolik chelak formatida keladi. Bir chelak tuz taxminan 550 litr dengiz suvini tayyorlashga yetadi. Chelakli qutisida tuz namlikdan yaxshi himoyalanadi va uzoq muddatda sifatni saqlaydi. Bu tuz bilan akvariumingizdagi korallar rangi bilan, sog'lomligi bilan va o'sishi bilan ajralib turadi. Bu tuzni professionallar ham, yangi boshlaganlar ham birdek ishonch bilan tanlashadi. Agar sizga tuz va boshqa qo'shimchalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning shou-rumimizga tashrif buyuring yoki quyidagi raqamlar bo'yicha murojaat qiling.